Nima deb o'ylaysiz? Messi va Ronaldodan murabbiy chiqadimi, yo'qmi? Rosti qiziqarli savol. O'ylashimcha bu ularning o'ziga bog'liq. Albatta ularning ichida murabbiy bo'lish uchquni bo'lsa agar. Bilasizmi, murabbiylik bu chaqiriq. Murabbiy bo'lishga urinib ko'rishingiz mumkin. Ha, men murabbiy bo'laman deysan va 2-3 yil ishlashing mumkin, lekin keyin bir payt kelib ich-ichingdan bo'shab qolishing. Bu sening ishing emasligini tushunishing ham mumkin. Ba'zilar esa aksincha boshlashadi, jarayonni yoqtirib qolishadi, butunlay kirib ketishadi. Yangi narsalarni o'rganishadi va keyin Xudo ulardan murabbiylikka chorlaganini anglaydilar. Chunki murabbiylik bu faqatgina maydon emas, u yigitlar va odamlarning hayotiga ham ta'sir qiladi. Shu sababli menimcha murabbiylik bu haqiqiy chaqiriq. Ular ham urinib ko'rishlari mumkin. Maradona ham murabbiy bo'lib ko'rdi eslasangiz. Lekin keyin to'xtatdi. Bu uning yo'li emasligini tushundi.